O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari Jamshid Xo'jayev boshchiligida Savdo-sanoat palatasi, Bojxona qo'mitasi hamda boshqa mutasaddi vazirlik idoralar rahbarlari, shuningdek mamlakatimizning xorijiy davlatlardagi 60 dan ortiq elchilari va importyor tadbirkorlar ishtirokida ochiq muloqot uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda xorijdan xomashyo mahsulotlari import qiluvchi tadbirkorlar va elchilar hamkorligini yo'lga qo'yish, import xomashyo tovarlarini arzon narxlarda ishlab chiqaruvchilarga yetkazish orqali tayyor mahsulotdan narxini kamaytirishdagi takliflarni o'rganish, import tovarlariga nisbatan tarif va notarif tartibga solish choralarini qo'llashdagi muammolarni o'rganish, qurilish korxonalarini yirik xalqaro darajadagi loyihalarda ishtirok etishiga doir dolzarb masalalarni muhokama qilish yuzasidan muhokamalar bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida tadbirkorlar o'z loyihalari, import rejalari va investitsiyaga oid masalalar bo'yicha savollarini bevosita elchilarga taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Hurmatli Prezidentimiz 15-yanvar kuni shu elchixonalarni, bosh konsulxonalarni faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi. Ham Tashqi ishlar vazirligi tizimini qator vazifalar qo'ydilar. Ayniqsa o'sha iqtisodiy diplomatiyani ilgari surish bilan bog'liq bo'lgan topshiriq vazifalar. Bugun mana ikkinchi yig'ilish bo'lyapti. Bu endi yig'ilish ko'proq eksportchi tadbirkorlarimiz bilan muloqotga bag'ishlangan edi. Ya'ni bizning tadbirkorlik real sektorimiz bilan O'zbekiston Respublikasini xorijdagi diplomatik va konsullik vakolatxonalari rahbarlari o'rtasida. Bugungi yig'ilish importchi korxonalarimiz, importchi tadbirkorlarimiz bilan muloqotga bag'ishlangan. Hozir mana muloqot qilyapmiz, ko'pdan ko'p ular savol beryapti. Shularni juda bir ochiq ruhda, konstruktiv ruhda muhokama qilyapmiz. Bevosita ayrim masalalar hal ham bo'lyapti shu tadbir doirasida va albatta bu ishlarni davom ettiramiz. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan topshiriq, ko'rsatma va vazifalardan kelib chiqadigan albatta bizga qo'yilgan eng asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Yig'in tashqi iqtisodiy hamkorlikni amaliyot bilan mustahkamlash g'oyasi asosida tashkil etilgan. Bu mamlakatimiz iqtisodiyotini tashqi bozorlarga integratsiya qilish va milliy biznesning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan navbatdagi muhim qadam bo'lib turibdi. Hurmatli Prezidentimiz tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan hamma tadbirlar juda ham yaxshi o'tyapti. O'zbekiston uchun eksportni, investitsiyalarni jalb qilish, yangi texnologiyalarni olib kelish bo'yicha bugungi mana tadbirda ham tadbirkorlar bilan uchrashyapmiz. Tadbirkorlar bilan aniq loyihalar bo'yicha gaplashdik. Eksport bo'yicha ham importni kamaytirib, o'zimizda ishlab chiqarish yo'llarini ham bir ko'rib chiqyapmiz. Jamshid Abduhakimovich ham ancha vazifalar berdilar. Shularni ham bajaramiz. Juda ham yaxshi bo'lyapti. Rahmat katta. 2026-yilga mo'ljallangan rejalarimizga ko'ra, yengil sanoatga 4 milliard, elektrotexnikaga 3 milliard va oziq-ovqat mahsulotlariga 5 milliard dollar ajratiladi. Mahsulot turlariga qarab hozirda qaysi davlatlarda qanday eksport imkoniyatlari mavjudligini aniqlayapmiz. Umumiy hisobda 10 dan ortiq soha bo'yicha ishlar olib borilmoqda, deydi Savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahobov. Bugungi bo'lib o'tgan yig'ilishimiz bu mutlaqo yangi formatdagi yig'ilish. O'zbekistonning butun dunyodagi 69 ta yaqin elchisi bitta joyga jamlanib, tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazilyapti. Bunaqa tadbirni bo'lib o'tishini tashabbuskor hurmatli Prezident tomonidan ilgari surilgan. Endi bu yerda shuni aytish kerakki, bu yerda yangi termin paydo bo'lyapti, ya'ni iqtisodiy diplomatiya. Elchilarimiz iqtisod bilan ham chuqurroq ishlab turib, tadbirkorlarga, O'zbekistondagi eksport importyorlarga yaqindan yordam berish bo'yicha vazifalar yuklatildi. Har bir tadbirkor o'zi elchilarga to'g'ridan-to'g'ri savol qo'yib turib, O'zbekistonda yaratilgan mahsulotni eksport qilish yoki import qilish bo'yicha tizimli muammolarni ko'tarib, ularning yechimi bo'yicha takliflarni o'zlari beryapti. Vaholanki bu yerda hozir kelib chiqqan takliflarni yechimlar inobatga olinsa, o'ylaymanki, O'zbekiston mahsulotlarini butun dunyoga taratish bo'yicha va butun dunyoga tadbirkorlarga eshigini ochish bo'yicha bu katta formatdagi yig'ilish sababchi bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi kunda jahondagi bo'layotgan siyosiy iqtisodiy jarayonlar shuni ko'rsatyaptiki, biz O'zbekiston hozir ochiq davlatmiz va xorijiy davlatlar bilan hurmatli Prezidentimiz aloqalarni yanada yaxshilaganlari sababli O'zbekiston iqtisodiyotining o'sish ehtimoli oldida turibmiz va o'sib boryapti. Buni yanada o'stirish uchun mana hurmatli elchilarimiz bilan tadbirkorlar bevosita uchrashuv tashkil qilindi va ochiq aytadigan bo'lsak, sodda tilda har bir tadbirkor o'zining sohasidagi dardini aytyapti va rahbariyat bilan birgalikda buni yechimlarini izlanyapti. O'ylashimcha buni albatta natijasi bo'ladi. Nafaqat eksport import masalalarida, balki investitsion muhitni ham yaxshilashga. Investitsion jozibadorlik degan tushuncha bor. O'zbekiston aynan shu sohada
aniq qadamlar qo'yilyapti, lekin tadbirkor qancha harakat qilmasin, xorijiy davlatlarning ishtirokisiz, ularni bilan bog'laydigan elchilarimiz ishtirokchisiz bu ishlarni qilish ancha qiyin. Lekin hurmatli elchilarimiz bizni gaplarimizni eshitishyapti, qo'llaridan kelgancha harakat qilinishyapti, albatta bu natijasi bo'ladi. Shuni aytishim kerakki, bizni o'zimiz tadbirkorlarimiz bilan birgalikda Pokiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Malayziya davlatlariga tashrif buyurib, ular bilan bir kun alohida uchrashuv tashkil qilganmiz. Yanada muhim jihati, davlat tomonidan yirik tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil qilinganda buni effekti, natijasi yaxshiroq bo'ladi. Chunki biz qanchalik O'zbekistonda mashhur bo'lmaylik, xorijiy davlatlarda bizni tadbirkor sifatida qabul qilishadi. Lekin davlat darajasida, elchixona darajasida Tashqi ishlar vazirligi bunga hissa qo'shadigan bo'lsa, bu qaysidir ma'noda bizni kafolatli insonlar ekanligimizni, tadbirkorlar ekanligimizni bir namoyon qiladi. Ta'kidlab o'tish joizki, mazkur muloqot yaqinda hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan Tashqi ishlar vazirligi hamda xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyati masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishida belgilangan vazifalarni amaliyotda davom ettirish maqsadida o'tkazilmoqda.